Assalomu alaykum hammaga. O'zimning Cobalt mashinam tamomma bo'layotgandi. Hozir juda ham ko'p narsalarimizga Cobalt'i bor klientlarimiz uchun zo'rnasini aytib o'taman. Termiz shahrida qilinyapti bu ish. Mana shu burchakdan chiqyapti shu ovoz. Oxirigacha buramiz rulda. Eshitilayotgan bo'lsa endi kameraga bilinmayapti. Temir bilan rezina bir-biriga shunday ezilayotganga o'xshab qolgan. Hozir buni o'rniga trekker chashka qo'yamiz. Video davomida ko'rsatib o'taman. Mana mashinani yechib oldik. Tippalari bilan o'zining holati, zavodskiy holati hech qanaqa yechilgani yo'q edi. O'zidagi mana bu prujinasi, amortizatori, o'zining chashkasi burilmaydi buni. Yo'q. Bu hozir trekker 1da chashka yo'q, bunaqa pachimlik emas. Yo'q. Buni burib ko'rsating-da, bir trekker 1dagi burib ko'raman, burilar ekan bu. Burulam yengil bo'ladi deyapti endi hozir. Bu o'ziga mana shu ovoz kelib qolganligi uchun almashtiryapmiz. Hozir buni ochib, ichini ham ko'rsatib o'taman. Yorilgan ekan. Mashina 56 ming yuritadi. 56 mingga o'sha yorilib qolibdi ishlari. Hozir ochib, qo'yayotgan holatni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu zavodskoy. Mayda pachimlik ko'r ekan ichida. Mana bu qo'yilganligi. Hozir qo'yib, tekshirib, effektini ko'ramiz. Hozir qo'yib tekshiramiz buni qotirib. To'g'risi menga shu ovoz yoqmay yurgandi, keyin ham ruli sal qattiq Cobaltda. Ruli yumshoq bor ekan, keyin narxlari bilan aytib o'taman. Narx uncha qimmat chiqmaydi. Mashinani yaxshi ko'rganlar uchun chiroyli qilib beryapmiz. Hozir Termizdagi o'tgan safar ham reklama qilib o'tgandim. Hadoyo Razval. Oxirgi adresni ham aytib o'taman. Bu Merimi qilgan joyi to'g'risida Manol degan magazin. Kerak kelsalaringiz pastga nomerini ham qoldirib qo'yaman. Telefon qilsangiz pastda ustalari bor, chiroyli qilib garantiyalarni qilib beradi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Hozir ko'chaga chiqib tekshirib ko'rdim. Rulda burilishlari juda ham yengil bo'ldi. O'zinikidan effekt bor ekan lekin. Ovozlar ham yo'q. O'chirdigan. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Bemalol qo'ydiringizlar. Pastda nomer qoldirib qo'yaman videoni pastda. Shunday telefon qilsalaringiz narxlari bilan tanishtirib o'tadi. Hop. Usta haqqisi 120 ming so'm ekan, adashmasam. Bu chashkamiz esa 290 ming so'm shunday chiqar ekan. 290 ming so'mga qilib berishar ekan. O'rnatib berish 120 ming so'm ekan. Qo'shilib qolamiz. Shu Bahrom degan bolaga kelsalaringiz mana shu do'konda qilib berishar ekan. Qichir degan ovozlar ham yo'q bo'ldi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa kerakli yangiliklarni qilib berishlikka harakat qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.